2 yil bo'lganlarki kuyib ketamiz. İmtihondan o'tganlar. Ha, imtihondan keyin 2 yilga olib bormasdan viza chiqadi. O'z qonun qoidasi bo'yicha 2 yil bo'lganda sur'at tugasa kuyadi. Lekin ular holat Allohga shukr o'quvchilarning orasida yo'q. Bundan keyin ham bo'lmaydi inshaalloh. Ba'zan odam o'zayapti deyishyapti, kuyib ketgan. Ha, yo'q. Ularning o'zi kaliya uzoqroq qilib cho'zib bo'lgan. Kuyada nabul birinchi o'rin ashulaga chiqadi viza. Tushundingizmi? Nabul kimiki oxirlagan bo'lsa, kuyib ketish ehtimoli katta bo'lsa, birinchi bo'lib ashulaga vizani beradi kaliya. U eskilarni kuydirib olib, yangilarga qo'yib yuboradi degan gap emas. Uni nima keragi bor? Har yil imtihon olish. Hamma qilib shuncha odam. Keyin bo'lgan 16-17 davlat ishida bo'lib ketadi, hal bo'lib ketadi. Episodini o'ziga minus qo'yadi. Yo'q, lekin masalan, ba'zida odam yetarli o'ylab ko'ring, ba'zida odamni yetarli bo'lib turib, ya'ni sal ish yurib olib, nima qilsa, endi nisbatan odamlarni ozroq olishga imtihonni o'tkazib turishi ham mumkin-da. Aks tomoni ham bor. Chunki 22-yilgi imtihonda 67 yana bir o'tish bor bo'ldi.